Assalomu alaykum azizlar. Bir ikkita narsani aytib o'tib ketay. Kecha yaqinda O'zbekiston nomerida mashinamizni gay to'xtatib olib kirdi. Rossiyada bo'layotgan ish, Rossiyada, Moskvada bo'layotgan ish. Nedirkim Tulskiy oblastda, keyin Samarada, Orenburgskiy oblastda Falcon degan radar bor ekan. Radarlar urgan, shtraflar yozilgan, 1000 so'm, 1200 so'm, 1000 so'm shunaqa yozilgan. Uni to'lanmagan. Endi biz bilmaganmiz. U vaqtlar o'tib FSSPga chiqqan, Federalniy slujba, xullas majburiy ijro byurosiga chiqqanimda desa aytganda. Keyin gay to'xtatyapti, ko'ryapti, sen shtrafing bor ekan deyapti. Bo'pti, xo'p to'laymiz, hozir borib to'laysan deyapti. Kelyapmiz, mashinani stankiga qo'yapmiz. Qo'yganimizdan keyin u narsani vaqti to'laganingiz bilan, lekin u narsa bir kundan keyin ko'ringan. Bir kundan keyin ko'ringandan keyin siz paka u shtrafni to'lashligingiz uchun sudga o'tish kerak-ku, ba'zida ko'rinishligi uchun. Ba'zida ko'ringandan keyin olib ketadi, sizga anaqa ruxsatnoma yozib beradi. O'zimizda ham bo'ladi-ku. Bizni kvitantsiyani ko'rsatsangiz chiqaveradi. Bu yerda ba'zida ko'rinish kerak. Paka ba'zida ko'rinmaguncha turib olyapmiz. Ba'zida chiqmaguncha turib olyapti. Keyin undan tashqari mashinani evakuatsiya qilyapti. Mashinani evakuatsiya qilganda ot kuchiga qarab evakuatsiya qilar ekan bu yerdagilar. Ot kuchimiz bizniki 253 ta ot kuchiligi uchun 11000 qancha ham shtraf yozib berdi. Evakuatsiya qilinganligi uchun 11000 so'm yozib berdi. Uni to'lash kerak ekan. Birinchi sudga shtraf senga turgani bekar ekan. Keyin уже bir sutkadan o'tgandan keyin, vaqt minutdan o'tgandan keyin, hali kirgandan keyin vaqtini yozib beradi. Vaqt o'tgandan keyin 2200 so'm, 2600 so'm bo'yniga ilib qo'yapti водительga. Mana shu prosta 1 soat yarim soat oshda turib qo'ygan ekan. Ko'chalarda, mashinalarda evakuatorda olib ketib qolganlarni ham ashadda aytishdi, bolalar gayda o'tirganimizda. Ko'chada gay kelyapti, mashinani tekshiryapti, nomerlarini qarasak, agar shtrafi bo'ladigan bo'lsa, o'tib ketgan bo'lsa, sirazi olib ketib evakuator qilib yuboryapti. Keyin odamlar istab yurishib, gayga kelishadi, gay yozib berib protokolni to'layib kelyapsiz. Ulardan bari evakuator qilib yuborganiga ham pul oladi. 1 kilometrmi, 3 kilometrmi, 800 kilometrmi, men bilmadim, endi katta bo'lmaydi-yu. 10-15 kilometrdan olib ketib chiqqan taqdirda ham baribir shu summani olyapti. Ehtiyot bo'lasizlar.